Bir kun Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem sahobalarga aytdilar, do'stlarimni sog'indim dedilar. Shunda sahobalar, biz sizni do'stingiz emasmi deb so'radi. Rasululloh aytdilarki, yo'q, sizlar meni sahobalarimsizlar. Do'stlarim meni ko'rmasdan turib iymon keltirgan. Ular keyin keladi dedilar. Ana shu do'stlarimni sog'indim dedi. Ya Rabbi, Rasulümüzge ko'rmasdan turib iymon keltirganmiz. U zotni ko'rmasdan turib yaxshi ko'rganmiz. U zotga do'st bo'lmoqligimizni, haqiqiy do'st bo'lmoqligimizni ham nasib aylagin.